Pennywise paydo bo'ldi va u meni nimadan qo'rqishimni bilar edi va u aynan qo'rquvimdan foydalanib meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Ko'ramiz bu Pennywise'ning qo'lidan nimalar kelar ekan. Biz videoni boshladik. Qanaqangidir ochuv joyda paydo bo'ldik va meni atmosfera biroz qo'rqityapti. Bo'lmasam biz o'zimizga boshlang'ich resurslarimizni yig'ib olamiz. Ko'rishinglar mumkin, bolta va kirka yasab oldik. Bu bizga hozirchalik yetib ortib turadi. Omadimiz bor ekanki, oldimizda qo'ylar paydo bo'ldi. Uxlash muammo bo'lmaydi endi bizga. Bilasizlarmi nima? Agar kinosini ko'rgan bo'lsanglar, bu filmda har xil qo'rqinchli mavjudotlar chiqadi. Bu degani endi bizning mirda ham chiqadi degani. What? Cho'chqa hozir men seni ko'ryapman deyapti. Lekin qayerdan ko'ryapti? Ili qatdan yozyapti. Yo-ma-yo. Bu mod vashshi meni qo'rqityapti borgan sari. Yo'da shar bor. Shar uchib turibdi, e'tibor beringlar, shar. Qanaqasiga? Demak, bizani biladi qattaligimizni. Ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Osmonda uchib yuribdi shar. Men tinchgina aylanib yurgandan va bu narsa. Yo-ma-yo, bu yerda jitillar o'lib yotibdi. Qanaqasiga? Bu yerda hali biz qishloq topganimiz yo'q-ku. Ovqatim ham ancha-muncha pishib qoldi va endi kutib turishim kerak. Lekin hozir kechimsa kerak-da, endi kecham tushyapti-da. Rostdan ham. Boshsiz jiti. Yo-ma-yo. Hozir endi keep inventory'ni yoqib qo'yishim kerak, chunki biz o'lib ketaveramiz bo'lmasam. Bilasizlarmi nima? Bu what the keldi. Clown keldi. Yo-ma, men turishini qaranglar. Qanaqasiga? Yo-ma-yo. Buni turishini qo'lida dashi shar ushlab olgan. Nima qilmoqchisan? Gapir. Men seni ko'ryapman deydi. To'rimda turibsan chunki. Nima gaping bor? Gapir. Unaqa qarab turma. Yo-ma-yo. You're such a good friend. Yo'q, men yaxshi o'rtoq emasman. Yo'q, menga unaqa gaplarni qilma. Men unaqa yaxshi o'rtoq emasman. Undan ko'ra o'zingga boshqa o'rtoq top. Men sen bilan o'rtoq bo'lishni ham xohlamayman. Lekin bu nima? What? Such a good friend. Yo'q, Kema, yaqinlashma. Tegma menga, tegma. Yo'qol. Kema oldimga, kema. O'ldirib qo'ydi. Iflos. Yomon qo'rqinchli ekan. Ikkinchi buni oldiga yaqinlashmayman. Ketdim qishloq qidirishga. Menimcha qishloq tarafga yaqinlashib qoldim. Keldim. Yaxshi, qishloq topdim va nihoyat. Endi uxlashim kerak. Qani qochib turchi jitel, men uxlay birpas. Endi vashshi odam charchab ketdi bor-ku. Men yerda ham qo'rqib turib ezvar ishdi. Zombi ekan, boydan beri aylanib yurgan. Turib shuni uxlaychi. Uxla. What the heck? Bular ko'payadi deb o'ylamovdimman. Bu yaramas Pennywise har kuni kechqurun keladi. Dashi ertalab ham bo'lishi mumkin. Yomon cho'chityapti. Tinchgina uxlayveraman. Vashshi qo'rqityapti. Qoch, yomon shaydir ham yo'qmayapti. Ertalab ham bo'ldi, lekin bu yaramas hali ham ketmadi. Uni o'ldirmaguncha bizani tinch qo'ymaydi. Nima xohlaysan menda? Men senga hali tegmadim-ku. Boydan beri urib yotibsan. Yomon ko'payib ketdi bor-ku. Naryorada o'ynab tur. Men birpas ana qolay. Cho'chib ketdim. Xudo, bular nima qilyapti? Men qaranglar, meni ana qilib qo'ydi, men qurtlab qo'ydi. Osmonda uchib yuribman, dashi nima qilayotganimni bilmayapman. Qanaqasiga bu buni qildi? Dashi harakat ham qila olmayapman. To'g'risi shaxtaga tushib chiqmasam bo'lmaydi. Vashshi yomon qo'rqityapti. Plus juda ko'p bo'lib ketyapman. Undan ko'ra almas qidirib chiqaman. Ancha-muncha pastda bo'lganimdan keyin va nihoyat 33 ta almas topdim. Yana almas, yaxshi. Va endi bo'ldi, uyga ketsam ham bo'radi, ketdi. Ani yaramas yana paydo bo'ldi. Ezvarding bor-ku, chiqib ketay mashina, yomon ezvardi. Boshqa joyga kirib turib, xatya bu kuchayib olay. Menga yaxshi idea kelib qoldi. Yaxshi, uni mashaqa qamab ketaman. Bu yoqqa kir, Zaynab, ezvarding. Kir bu yoqqa. Kir. Bo'ldi, yaxshi, men bilan yopib qo'yaman, bo'ldi. O'tib ketolmaydi endi. Bo'ldi, ustingdan ham yopaman, bu yerdan ham yopib qo'yaman. Bo'ldi, ana endi o'zim chiqib ketaman. Vashsha qaytib chiqa olmaysan endi. Vo la'nati, ana endi haqiqiy Pennywise keldi. Oldimda yuribdi. Yugurishini qaranglar buni. Vashsha tez yuguryapti bor-ku. Yugurma. Yo'q, yugurib. Menimcha mana shu yoqqa uyimni qurganim yaxshi, chunki bu joy rosa ham ochiq ekan va tabiat qo'yni juda ham zo'r ko'rinar ekan. Bilasizlarmi nima? Bu yaramas meni yomon cho'chityapti. Mana yurishini qaranglar, nima qilib yuribdi bu yerda? Qop-qora narsa. Uchib ketdi. Tushib kelishini qaranglar, nima bu? O'nimi? Yoki o'nin ichiga kirgan narsamikin? Yo'qmi, basharani qaranglar, ikkita ko'z. Tegma menga, yaqinlashma. Bu ham o'ldirib qo'yar ekan. Adashmasam mashnaqa taxta qo'yganim yaxshi deb o'yladim va mashnaqa taxtalardan o'rnatib chiqdim polga. Va tepaga chiqib olamiz va adashmasam mana shu tepadan bir chiroyliroq uy qurishimiz kerak, ya'ni tom va tomini juda ham chiroyli bitkazishimiz kerak. Tomiga adashmasam unchalik ko'p resurs ketmaydi deb o'ylayman va endi resurslarimizni sekin joylashtirib chiqqan. Qani 1 2 3 4 5 What the?
Bu yana bor. Va! Nima bu? Yo, yomon cho'chib turdi. Qanaqa paydo bo'ldi bu yerda? Onasi cho'chib ketdim. Va nihoyat endi tomini bitqizaman. Va lekin yomon cho'chib turdi boyga ayol. Bilmayman bunaqangi jumpscare'larni qanaqa yaratishadi. Rostdan ham lekin yomon cho'chib ketdim. Endi yon tarafiga ham xuddi shuni qo'ldan tib chiqsam va ko'tarsam bo'ldi. Va lekin o'rmonni ko'rishinglar mumkin. Juda ham qorong'ulik o'rab oldi, ya'ni egallab oldi. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin bilmayman, lekin men uyimni oxirigacha bitkizib qo'yishim kerak. Va mana va nihoyat tepasini ham qurdim va tugab qolyapti va mana oxiri va mana va nihoyat yakunladim. Sirli so'z master video zo'r bo'pti. Va nihoyat uyimni yakunladim va endi nima buzyapti men uyimni? Nima bu? Nima bu? Yo'q. Nima bu? Spider. Kallasini qaranglar buni. O'nni kallasi qo'yib qo'yilgan ekan. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu endi uylarni biz urar ekan, vosh farqi yo'q ekan. Va bu tarafga zabor o'rnatib qo'yamiz va bu zabor ancha-muncha yaxshi turadi. Menimcha yasab bo'ldim. Nima qotdi bu yerda? Voy, o'ldirib qo'ydi. Yaramas. Cho'chitdi boydan beri. Nima qotdi o'zi bu? Yo'q. Namuncha cho'chib turadi bular. Menimcha endi uxlasam bo'ladi. Xo'sh, turay joyimdan. Nima qilsam o'zi bu yerda? Yana sallama, yana uchala o'yinmi? Xudo, va o'zi haqiqiy masala-yu. Nima qilasizlar qo'rqitib? Va ana endi uyimizga eshik o'rnatib qo'ysam, ya'ni tepada eshik bo'ladi, lekin nima ovozi bu? Ovoz yo'q qoldi, mayli. Xullas endi tashqarini ko'rishimiz yanada yaxshilandi va nihoyat bizning uyimiz bitdi. Endi bo'lsa oynalarni hal qilamiz, oynalarni pishirib olamiz. Nima ovozi bu? Nima yana? Nima qilyapti? Nima bu? Nima bu? Voshshi cho'chib ketyapman bularda. Uni o'zi ekan. Yaramas, yomon cho'chitdi. Yo'qol bo'ldi. Boydan beri qo'rqityapsan odamni. O'ynashga bersang-chi. Va bizda birinchi qism tugadi. Keyingi qism albatta qiziq bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'lib qo'ying. 6000 ta bo'lishimiz bilan ikkinchi qism chiqadi. Bye.